Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Hamma yaxshimi, zo'rmi? Aziz yurtdoshlar, meni uy joyim yo'q. Ikkita o'g'lim bor. Bittasi Mustafa, bittasi Kamronjon, bittasi 1 yoshdan o'tdi, bittasi 3 ga kirdi. Hozirgi kunda qiynalganman. Uy joyim yo'q, akalar. Hozir mana imomni oldiga ham keldim. Mumtoz bibi masjidini oldiga. Sardor Rahimxonni vaqt jamg'arma ko'maklashish markazining oldiga keldim. Mana eshigini tagida, yozuvini tagida turibman. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan, barchamizdan. Iltimos yordam beringizlar. Uy joyimiz yo'q, qiynalib ketdik. Hech bo'lmasa ishdan yordam beringizlar. Ishlar bo'lsa, birontasi uyda joyi bo'lsa, uydan joy ko'mak bersin. Toshkentda meni ishim, hozircha Toshkentda ishim qimirlab turibman. Eski-tuski narsalarni olib sotaman Yangioboddan. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Hech bo'lmasa birontasi Toshkentdan uyidan joy bersin. Bola chaqam bilan qiynalib ketdim kvartirada yashab. Hammamiz bir suygan, Alloh suygan bandamiz, bir yordam beringlar. Iltimos aziz yurtdoshlar, aziz blogerlar. Ismim Obidjon, familiyam Mirzayev. Yordam beringlar iltimos. O'zimni videomni Instagramga joylayapman o'zim uchun. Bitta blogerga aytdim, joylab bering deb, bir marta istoriyasiga qo'ydi, olib tashladi keyin. Iltimos sizlardan aziz insonlar, birodarlar. Mana men hozir shu masjidga kelganman. Mumtoz bibi masjidiga, Ko'kcha masjididan o'tgandan keyin o'sha masjid Sardor Rahimxonning vaqt jamg'armasi masjidining oldiga keldim. Shu yerda davlat ko'maklashish anonsi bor ekan. Mana hozir shu yerda turibman, eshigining tagida. Hozir gaplashib anon qilaman. Okajonlar, iltimos sizlardan bir yordam qilinglar. Xalqim. Mana shu masjid oldiga keldim mana men. Hozir shu masjiddaman. Panoh so'rab keldim Alloh uyiga. Iltimos sizlardan. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Yurtdoshlar, birodarlar. Yolvorib so'rayman, bitta uy joyga yordam beringlar. Shuncha odamlarga yordam beryapsizlar, menga ham yordam beringlar. Qiynalib ketdim. O'zim Rossiyada ishlab kelib, bir so'msiz keldim o'tirilgan pasport bilan. Hozirgi kunda pasport zagranim ham yo'q. O'tirilgan pasport bilan kelganman, sotilib ketganman kompaniya tomonidan. Aldov orqali ketganman. Telegram orqali bilmaganmiz. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Barcha yurtdoshlarim, iltimos ozgina yordam beringlar uydan. Ozgina ko'maklashib boringlar. Vatanim bo'lsa bo'ldi, bu yo'qni Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi ishlab. Bitta faqat shu vatan kerak bo'lyapti. Yurtdoshlar, vatan. Ozgina yordam qilingizlar, ozgina. Alloh rozi bo'lsin. Sardor Rahimxon aka, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Bitta men uchun, shu oilam uchun, shu men uchun bo'lmasa ham shu ikkita bolam uchun bitta kichkinagina kulbacha qilib bering, okajonim. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mayli bir chekkadan bo'lsa ham, uy bo'lsa, vatan bo'lsa bo'ldi deydi akajon. Shunga mana hozir Alloh panohiga keldim mana. Mana shu yerda to'g'risini aytish kerak. Mana yolg'on bo'lsa, mana men yolg'on gapirganim yo'q. Ishonmasalaringiz kiringizlar baxtningiz ko'rsatuvga. 2024 soni Qashqadaryo 2024 soni baxtningiz deb yozsalaring, mana shu rasmdagi bola men kelib chiqaman. Ko'rib bemalol nima qilsalaringiz bo'ladi. Hozir mana shu Allohning panohiga kelganman, masjidga kelganman, mana imomning oldiga keldim. Mana hozir imomning oldiga keldim. Imom ozgina kutib turasiz dedi, odam yo'q dedi hozir. O'shanga hozir mana turibman mana shu yerda. Allohning panohida. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Yurtdoshlarim. Ozgina qiynalib qoldim. Ozgina uydan yordam beringlar. Ozgina, ko'p emas. Ozgina ko'maklashib yuborsalaring bo'ldi deydi. Ozginagina. Sardor Rahimxon aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bittagina shu menga bir
kichkinagina kulbacha qilib bersangiz akajon. Jon aka. Rosa qiynalib ketdim, ishoning akajonim, rosa qiynalib ketdim. Men uchun bo'lmasa ham shu ikkita o'g'limga boshpana qilib bering akajon. Hozir bola chaqam Qashqadaryo qaynatamnikida, qaynukamlarim ham kuniga janjal to'polon. Meni bir kun qaynukam ham aytdi, olib ket, opachamni olib chiqib ket, olding, endi boq deyapti. Qiynalib ketdim akajon. Bittagina uy yordam qiling akajon, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin aka. Mana sizni vaqt jamg'armangizni oldiga, Mumtoz masjidning oldiga keldim akajon. O'shanga Alloh rozi bo'lsin bir yordam qilsangiz dedim aka. Iltimos, uy joyim yo'q, qiynalganman hozirgi kunda. Mana shu masjidingizning oldida turibman aka. Sardor Rahimxon aka, Instagramimga storyga joylayman videoni. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Qiynalib ketdim. Sardor aka, iltimos sizdan shunchasiga yordam berdingiz, menga ham yordam bering, yordamingizni ayamang akajon. Rahmat yurtdoshlar. Hamma eshitib ko'rsin, ko'rib chiqsin videolarimni, to'ylarimni. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Bu dunyoda hammamiz o'tkinchi. Boshqa gapim yo'q akajon. Alloh rozi bo'lsin sizdan Sardor Rahimxon aka.